endi. Opa, endi rejim qilmasangiz yana bo'lmaydi. Men ham bu yerda sababchiman-da. Ozgina o'zingiz ham rejim qilishingiz kerak endi. Ham bo'yin grija bor, ham bel grija bor. Bo'yin grija qanaqa bergan sizga? Bo'yinmi? Mana qulog'im. Bo'yningiz bir tarafi, qulog'ingiz, qo'lingiz bir tarafi og'rigan. Ha. Unga ham rejim qilmadingiz lekin. Ana, yaxshi. Bizga ham tirikchilik kerak-da. Hamma rejim qilsa yaxshi bo'lib qolsa, kim keladi meni oldimga? Xo'p, opa, endi rejim qilamiz. Xola bu yoqqa kelavering, bu yoqqa yonboshlab olasiz. Kelavering. Bo'lmasa burchakka o'tirib oling ashiga. Siz o'tirib olavering ashiga, ruxsat. Baq o'tirib oling, opa. Qanchalik o'zgarish bo'ldi? Bo'yin qo'llarida nima jarayonlar bo'ldi? O'zgarish. Ona o'rnida qoldi. Bo'yningizdagi, yaxshi. Boshlaringiz, ko'ryapsizmi? Ikkinchi etapga kelganda endi og'rig'i qolyapti, opa. Siz boy menga aytyapsiz, boshim aylanyapti, boshim og'riyapti deyapsiz. Birinchi kursdasiz hozir. Bu qiz ikkinchi, nimaga bu qizni birinchi chiqing dedim. Ikkinchi kursda olyapti. Birinchi kursda olganda uyga ketgandan keyin qaynasi menga telefon qilgan. Dilshodbek, og'riqlari qolmayapti deb. Ana kun davomida mashq qilib so'riladi bu narsa. Tushundingizmi? Shuning uchun birinchi etap, ikkinchi etap, uchinchi etap bo'ladi. Ikkinchi etapda endi o'zgarish bo'lyapti. Endi mana og'rimayapti, qo'llari tortmayapti. Tushundingizmi, opa? Sabr qilamiz bu yog'iga. Xo'p. Bizning yo'nalishimiz manual terapiya yo'nalishi bilan davolash. Maqsadimiz shu yo'nalish targ'ib qilish. Sizlar endi bilyapsizlar-da, to'g'rimi, manual terapiyani? Yo, oldin bilammi deylar? Keling, xola bu yoqqa o'tiravering. Xo'p, endi ko'rsatib beramiz. Tega qarab yot. Ko'rinmaysiz, bemalol yotavering. Ko'rmaydi siz. Ijolat qiling. Belingizdan boshlaylik, yonbosh bo'lib yoting. Mikrofonni olamiz. Pastkisini uzatamiz, uni bukamiz, yelkamizni bunday qilamiz. Yelkamiz orqaga bilasiz. Zo'r. Nari tomonga bosh. Ko'ryapsizmi? Nozik bo'lsangiz hamma tomondan yigitnida. Ovozlari ham zararli. Yaqinroq keling. Arvoli noziklikchi hatto o'lganda ham mazada qabrga yaxshiroq joylaydi. Seriyozli borgan bu. Ko'targan odam ham maza qilib ko'taradi. Ozroq materialdan ko'ylak chiqadi. Ekonom 3 metrdan uni 2 metr. Zo'r. Non yemay, non mahsuloti. Eshitdingizmi ovozlarni? Qirsillashini. Pianino bo'lib chalinyapti. Yaxshi, opa, kuchetkaga pastga qarab yotamiz, kallamiz ichkariga pastga qarab kiraylik. Qo'limizni yonboshga qilib, mana yonbosh. Bismillah. Bo'ldi. Hozirga tevaga qarab yotasiz, turib bormay. Haligi ikkinchi xonada yotgan bemorlar 2 kun bo'ldi bitta opaga javob berdim. Aytganmi, qo'lini kesamiz degan, bo'yin grija bilan. Qo'lini mashinday olib yurardi. Ko'tara olmasdi. Qo'lida ovqat yeyapti, qo'lida ro'mol o'rayapti. Ko'rdinglar-ku uni? Ana shuni qo'lini kesib tashlaymiz degan edi, bo'yin grija bilan. U mana sizlar bilan birga yotgan ayolda bu qiz ham mana aytayapti, bo'yin grijasi bor, qo'limga beradi deyapti. Bo'yin grija qo'lga beradi-da. Ko'pchilik aytadi, qo'lim og'riyapti, tortib og'riyapti. Barmoqlarigacha beradi. Ha. Uyushadi, og'rimasa ba'zida. Ba'zida uyushadi, qon kelmaydi. Ha. Yozli kunida ham karaxta bo'lib sovqatadi. Tushundingizmi? Bu degani bo'yindan nerv qisildi degani. Biz bu yerda qisilishni ochib beramiz-da. Yaxshi his qilyapsizmi o'zingizni? Almashamiz endi opa. Keling opa, siz o'tamiz. Bu opamiz ham mana shu bo'yin grija. Qo'lingiz yaxshi harakat qilasiz. Yetib qoldi. Yetmayapti-da boshingizga. Bo'ldi. Hop. Hay.
Endi yana ahamiyatli